Bugun men Minecraftda mana shu qamoqxonadan qochishga harakat qilaman. Sizlar esa videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'ling. Qani unda videoni boshladik. Yo, hammaga salom bo'ldi. Sizlar bilan Froze J kanali. Bugun biz qanaqadir qamoqxonaga tushib qoldik. Uje men bu yerdan hozir qochib qutulishim kerak. Unda OK boshlaylik. Men bu yerga respawn pointni bosib qo'yishim kerak. Stop. O'zim ham bu yerga qanday qilib tushib qolganim kimgadir qiziqmi? Prosta menga tuhmat qilishdi. Bir kun oldin. Ola kartoshkalarning turishini qaranglar. Qanday ajoyib shirin ko'rinyapti. Juda ham qornim och qolib turganda o'zi menimcha qo'shni uyida bo'lmasa kerak. Nima uchun kartoshka o'g'irlayapsan deyishlar mumkin, chunki men kartoshka ekmaganman. Qo'shninikidan onda-sonda olib turaman. Menimcha atrofda hech kim yo'q. Okey, mana kartoshkalar. Wow, buncha shirin bo'lmasa. Yo, maza, qornim to'ydi. Ana endi uyga borsam ham bo'ladi. Yes. What? Qo'rqitordingiz. Assalomu alaykum. Ay, yaxshimisiz, brat? Tuzumisiz? Men hech narsa qilmadim. Kartoshka olmadim. Unaqa qaramang, brat. Prosta qornim ochidi. Yo, brat, bitta kartoshkaga qamat bormoqchimisiz? Prosta qornim ochidi. O'shani qaytarib beraman. Faqat yeb qo'ygandim-da. Birozdan keyin bersam bo'ladimi? Okey, men bu yerda nimadirlar bor. Cho'chqa. What the fuck? Cho'chqa bor ekan, cho'chqadan tarqagan. Hozir men bu yerga cho'chqaga ko'rmasam kerakmi shunda? Okey, men bu yerda nima bor ekan? Hech narsa yo'q. Xo'sh, ana cho'chqadan tarqagan. Shu yerda ekan baribir. Okey, meni ko'rmasligi kerak, ko'rmayaptimi? Men tomonga kelyapti-yu, o'sha meni o'ldirsa kerak, o'ldiradimi? Men bu yerda qozib bo'lar ekan. Survival rejimdamiz. Okey, cho'chqa qani? Yonimga kelyapti. Berkinamiz. Yo, what? Tegmas ekan. Unda okey, let's go. Men bu yerda bitta kalit ko'ryapman. Bu yerda hech narsa yo'q. Okey, men bu cho'chqa menga teginmasa kerak. Brat, salom alaykum, teginmadi menga. Biz mana bu kalitni ham oldik. Ana endi men bu yerda ham kalit bor ekan. Buni ham olamiz. Bizga kalitlar kerak bo'ladi, aniq. What the fuck? Bu nimani qo'rqitib yubordi? Negadir tovuq paydo bo'ldi, o'z-o'zidan o'lib qoldi. Menimcha meni jamoalimni ko'rib o'lib qolgan bo'lsa kerak. Mayli, bu yerdan ketishga qaror qildim. Nimadir paydo bo'lib ketdik. Men tepaga chiqamiz. Bu yerdan yurishimiz kerak shekilli tepaga. Okey. Bu yerda ham kalit bor ekan. Buni ham olamiz. Juda ham qiziqib ketyapman hozir nima bo'lishiga. Videoga like bosib turinglar, bolalar. Videoga like bosinglar обязательно. Bu nima? Hech narsa bo'lmadi. Okey, biz ham tepaga qarab ketyapmiz. Bu yerda nima bor? Yo, what? Bu ham qo'rqitib yubordi meni. Tovuqqa o'xshab paydo bo'ldi-da o'lib ketdi. Hammasi meni jamoalimni ko'rib o'lyapti. Stay away qadar blok, command bloklar bor ekan. Men buni ochib bo'lmadi. Biz hamma kalitni shu yerga ishlatishimiz kerakmidi? Bilmadim. Короче, nimalar paydo bo'lib ketdi. What the fuck? Tepada hech narsa topolmadim. Bu yerda hech qanaqa kalit yo'q ekan. Nimadirga ishora ham yo'q-da. Короче, biz bu yerdan qochishimiz kerak menimcha. Pastga tushsak bo'ladimi? Da, bo'ladi. Bu yerdan ham pastga tushamiz. Bu yerda ham yo'l bor ekan. Okey, bu yerdan yuraveramiz. Nimadir duch kelar ekan. Telefonim qotib qoldimi? Ana yerda ham cho'chqa bor ekan, lekin bizga cho'chqalar teginmasligini hisobga olsak, mana bu derazani buzsa bo'lar ekan. Okey, unda mana shu yerdan qochamiz. Okey, biz bu yerdan chiqib olamiz. Bu yer qanaqadir hovli, mahbuslar aylanib sayr qilib yuradigan hovli. Okey, cho'chqaning yoniga boraylikchi. Bizga tegmasa kerak. Salom alaykum, brat, yaxshimisiz? Okey, biz uje tashqaridamiz. Yo, what the Okey, biz uje tashqaridamiz. Xuddi kinolarda ko'rganimdek, bu yerda mahbuslar aylanib yursa kerak. Sayr qilib, bu yerga o'tirib, simichka chaqib, biz bu yerdan chiqishimiz kerak. Let's go. Men uje chiqib oldim. Parkuristman. What the Yommayo. Bola, miyamga dahshat narsa kelib qoldi. Axir biz survival rejimdamiz. Men bularni buzib qochib ketaman. Короче, qarab turinglar, hozir meni miyam dahshat ishlaydi-da. What yetmay qoldi. Bu yerda qanaqa narsa bu? Men bu o'rgimchak to'ri ekan, demak, o'rgimchak to'riga o'xshatib qo'yishgan. Stop. Hozir men bu yerdan sakrasam, keyin naryoga qanday o'taman? Bu yerga sakrash lekin xato. Biz naryoga borishimiz kerak. O'sha yerda darvoza bo'lishi kerak. Yer qazsak ham bo'ladi. Demak, yer qazib o'tib ketamiz. To'xtanglar, mana bu yer tagidan o'tib ketsak ham bo'ladi-yu, osongina. Meni miyamga o'zimni oyog'i. Mana o'sha men bu yerdan ham o'tib bo'ldim. Easy bo'ldi, easy. Xo'sh, bu yerni qo'riqlash xizmati ham o'lgan ekanda. Bu yerdan qanday endi qochib ketsam bo'ladi? Set pricing cap baribir tushunmayman.
bilmayman nimaligini. Okay, vijvaniya qilishim kerakmi? Vijvaniya qilamiz bolalar. Let's go. Let's go. Men bu yerdagi asosiy devorni topdim. Devor emas, darvozani topdim demoqchi edim. Okay, men bu yerdan sakrab o'sha chiqishga harakat qilaman. No, bu yerga sakraganimdan keyin nima bo'ladi? Okay, men bu yo'ldan avval ko'rib olay, men ichim qizib ketyapti. Nima bor bu yoqda? Sakra. Bu yoqda qiziqarli nimadir bordir a. Yo, what the fuck? Flat world. Yo, men shuncha bet flat world yurganmidim. No, mayli. Menimcha bu yoqqa ketadigan vaqtim bo'ldi. Yo, let's go. Mana ozodlik kutib ol. Yo, nima bu masterga o'xshagan nega darvoza? Demak, men bu yerdan sakirsam, men o'sha ozodmanmi? Yo, biz ozodmi? Yo, men o'sha bu yerdan qochdim. Shuncha harakat bekor. Yo, what? Ana yerda nima bor? Oshxonami bu? Qanaqadir kafemi bu? Вот где masala. Men bu yo'l ekan. Da, buncha kichkina yo'l bu. Bizning qishlog'imiz yo'q. Okay, let's go. Men bu yerda yuramiz. Qani yo'llari bir ko'raylik-chi. What bu yerda nima bor ekan? Hoy, nega? Bilaman, sen hali ham videoga like bosmading. O'shaning uchun hozirroq like bos qo'y. Men bu yerga kirishni boshladim. What? Bu yerda hech narsa yo'q ekan. Yo, what? Bola, hattoki men bu yerga kanalga obuna bo'ling deb yozib qo'yibdi. Sizlar bo'lsa hali ham obuna bo'lmadinglar. Nima bu? Nima bu? What the fuck, nima bu? Bucha? Da, endi tushundim. Demak, biz boya command blok turgan xonadagi 3 ta kalitdan foydalanib, o'sha blok orqali biz bu yerdan qochishimiz mumkin edi. Miyamga sizlarni oyog'inglar. Kecha biz u yerdan boshqacha qochib ketdik-da. Biz IQ ni ishlatib yerlarni qazib qochib ketdik. Command blok bor ekan, mana bu redstone, shi ko'p ekan, короче, bor-ku. Yo, o'sha bu yerlarda qizig'i yo'q. Men bu yerda vashchi ko'p redstone, command blok va ko'p aytdim mana shuni bor-ku. Sen degani yo'q degan. Biz o'sha aylanib keldik. O'zi kichkinagina joy ekanda. Короче, mayli. Bo'la, video qisqa bo'lib qoldi. Bilaman, video yoqqan bo'lsa kanalga obuna bo'lib, videoga like bosinglar va kommentariyada ko'p komment yozib taylaylar. Let's go. Jonajon qishlog'i men qaytib keldim.